Men Nigora Jo'raqulova Baynalminal mahallada yashayman. Yoshligimdan o'zi tikuvchilikka qiziqaman. Uyda o'tirib ozoz tikib turardim. Men bu karantin vaqti bo'lib, hamma uyda o'tirib qolganda, uyda o'tirib tikib oddiy yostiqchalar, salfetka, dasturxon shunaqa narsalardan boshladik faoliyatimizni. Hozirgi kunda 6 ta ishchim bor. 6 ta ishchi bilan birga mana shu onlayn savdoni nima qilib, oddiy dasturxon, salfetkadan boshlagan ishimiz hozir stullarga chexol, divanga chexol yanada ko'paydi. Prezidentimiz ayollarni bee'tibor qoldirmay, oddiy uyda o'tirgan ayol, qanchalik uyda o'tirgan ayol tadbirkor bo'lsa, mana shu zukko bo'lsa, shunchalik farzandlar ham tadbirkor zukko bo'lar ekan. Alohida mana shuncha e'tibor berib, ayollarga shunchalik sharoit yaratib bergan prezidentimizga rahmat.